Причина остановки, командир. Водительский. Haydang. Mana bu holat, mana quyosh chiqqandan keyin oyna bo'lib qolgan. Nima deyapti bu manzara? Oy, mazza-yu yo'limiz yana. Kelgan yo'limiz o'shanda-yu. Mazza-yu yo'limiz yana. Kelgan yo'limiz o'shanda-yu. Yarmabdi. Buni belgilar vaqt bo'lib chiqdi da'vatga. Yana o'sha muz ustida ketamiz ekan. Qishloqchalar. Bir xonali uy tez kelib qo'ydi baqa. Xavfli burilishda. Mana bu holat, mana quyosh chiqqandan keyin oyna bo'lib qolgan. Ustini tozalashgan. Oyna bo'lib qolgan. Yana 100 kilometrdan oshiqda xuddi shunaqa muz. Keyin ag'ali trassaga tushamiz. Shunaqa 100 kilometr qanchamiz? 120 qanchamiz bu? Ha, shunaqa. Prosta bu tozalab qo'yganiga qiynab qo'yapti endi balonlar. Oyna bo'lib qolgan toza quyosh chiqqaniga. Ha, tozalada qoldi ham charim ekan-da. Sillarlar ketaveradi-yu. Yaltirashini qarang. O'shandan olib qochib yurdim-da. Ha, siz ko'rsatishingiz kerak. Ana vidishingizdan chiqadi nima? Podushkangiz ketgan sizniki. O'shani to'g'rilatmasangiz kompressorni qiynab qo'yadi-da.
bo'lsa, bitta obyektlarga chegarada olamizmi? Qozog'istonga o'tamizmi? Ha, xudo xohlasa. Ertaga emas, bugun yetib boramiz. Boramizmi? Ha, unda bo'lsa. Ha, xudo xohlasa. Turkiya vakil bo'ladigan chegara bo'lsa kerak, ha? Ha, o'sha yerdan o'tadi. Zigzag ekan, sekinroq keling. Deyapti bu manzara. Ammo greder qilib qo'yibdi. Tozalayman deb gidir qilyapti. Здравствуйте. Добрый. Там полиция работает. Причина остановки, командир. Документы, водительское свидетельство. Водительский еще. Водительское свидетельство. Возьмите, пожалуйста. Что перевозите? Гранула. Возьмите, пожалуйста. Страховка есть? Да, обязательно. У вас есть планшет? У меня онлайн. Просто много документов есть. Онлайн открыть? Сейчас, просто. Второй с вами? Да. Haydang. Страховка onlayn dedim. Mana telefonimda ekan, olang deb so'mka o'chirdim keyin. Va nihoyat quruq asfalt yo'l ekan. Hammasi mana shu yerdan boshlandi. Birinchi orqaga kelib tekizib olishdi.
Ömür üstü bir devorman. Ha, rezinkami? Ha, bo'ldi. Yomon ko'rmaysan? Ya bo'ldi. Qolgancha refk ichine sig'magan bo'lsa bo'ldi, brat. Bo'ldi, rahmat sizga shunchalik turganingizga. Ancha-munchasiga emas, brat. Qayerdansiz? Qirg'iziston. Qirg'izistonlik obunachilar ham bor. Men o'zim blogerman. Rahmat sizga. Jon zamon bo'lsin. Rahmat. Davay, addush, brat. Davay, to'g'ri yurasiz endi. Davay, nazad beravering. Молодец, gap yo'q. Rezinkamga sal tekkizib olibdi. Kutib turibdi. Давай, bratan. Давай. Давай, brat, yuravering. Refga tegmagan bo'lsa bu. Nima deydi? Ha, bor menda, siz qo'yib kelavering, menda bor. Rezinka yetayapti xolos. Qolgan joy yaxshi. Молодец, ancha-munchasi kutib turmaydi uni. Qashondan hudib ketadi. Zapravkani yoniga qo'yib, ovqatlangan kirib ketdik. Chiqsak, aka tekkizib olib, молодец. Kutib turibdi, to biz chiqishimizni. Qirg'izistonning mashinasi ekan, avtobus. Boshqasi bo'lganda indamay ketaverardi. Hech narsa bo'lgani yo'q, lekin kutib turganiga men tan berdim. Zapravkani qilib bo'lib tashqariga chiqayotganda oldida juda ham yo'lni tor qilib avtomashinalar qo'ygan. O'ng tomonga ham farosati o'lik juda ko'p hamkasblarimiz bor. Bu yoqda tiyagach qo'yib olgan, bu yo'lda to'sib qo'ygan. Actros. Kamiga hozir men chiqaman, orqadan bitta gazel kelib o'ng tomonga tiqiladi. Endi bo'lgan holatni ko'ringlar. Bunga ratsiyaga chiqib o'tyapman, avtomashinangni oldim. Birinchi eshitmadi, eshitmaganlikka oldim. Man uchun jihoddan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan eng o'lim uchun zo'r joy tirikchilik qilayotgan joyimda o'lishim degan ekanlar. Bilib olinglar, yoshlar. Bu nima degani? Payg'ambar alayhissalom hadislari bor. Halol mehnat qilib, ro'zg'orim, tirikchiligim deb olib tashlaydi, bas, tirikchiligim deb pul topishda yurgan odam u Xudoning yo'lida yurganidekdir. Agar mabodo shu sayi harakatida o'lsa, u shahiddir deganlar. Akalar, bu kichik maqom emas bu. Buni yoshlar yana eshitsin, dangasa, ish yo'qmas. Dada busiga yaxshi qaramayotgan, bunga ishonib tekkan xotiniga yaxshi qaramayotgan, tug'dirgan bolasini yaxshi qaramayotganlar ko'zini ochib olsin. Lekin pulni deb ibodatni deb pulni tashash bu eng tupoylik, ahmoqlik. Buni ham qilamiz. Bo'lib ham erkakmiz. Bo'lmayapti. Bu erkakka yarashmaydi. Topolmayapti. So'raylik, qilaylik. Ko'p aytaman har doim, ketganiga achinmagin, kelganiga xursand bo'lmagin. Nima bo'lganda ham Allohdan endi. Taqdirimizda nima bitilgan shuni ko'ramiz. Yorug' kunlar kelar kutsang, daryo yana oqar to'lib. Zapravkadan men chiqyapman.
nazarga yurib просто yo'q joydan shu bo'ldi-da mana. Naboy ketdi, oldi. Abrisovkalar. Shu zapravkadan shunday chiqib turganimda bu. O, neta turibdi, avarinka yo'q. Короче, bilan gaplashib oldik, kelishib. Bo'ldi, problema yo'q. Hamma o'zini yo'lida. Bu yoqdan teshib chiqdi, короче, boy. Mana durrakni chipi saqlanib qildimikin, hali yaxshi ishlamayapti turdi. Chiqib saqlanib qilganmiz. Ha, bu kirgan joyim ekan yaxshi. Bu ana bilan gaplashyapti turgan joyim ekan. Qulplab qo'y. O'zi torgina joydan chiqqanlar keng joylarga sig'ishmaydi-ya.